To'xtang. O'zim ochaman. Och. Alisa, yaxshi. Oying bormi? Oyi. Ke qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Yana deng. Nima dey? Qizim deng. Nima gap qizim? Sizda bitta ishim bor edi. Kira qol. Men Akmal akani qizlarmi? Qaysi Akmal aka? Oshxonadagi jo'mragilarni tuzatib ketgan usta. Ha, shunaqami? Baraka topsinlar. Yaxshi tuzatib ketibdilar. Bilasizmi? Men juda mehnatkash qizman. Kiyimlarimni o'zim yuvaman. Uyni o'zim tozalayman. Injiqlik qilmayman. Maktabda ham yaxshi o'qiyman. Sizga va'da beraman. Uyimizda qo'lingizni sovuq suvga urmaysiz. Tushunmadim. Menga oy bo'ling. Qanaqasiga? Dadamga turmushga chiqing. Men sovchi bo'lib keldim. Qizim. O'zingni oying Oyim koronavirus paytida olamdan o'tganlar. Hamshira edilar. shunaqami? Bizda dadamiz ham koronavirusdan olamdan o'tganlar. Militsiya edilar. Menga oyi bo'la olasizmi? Ha qizim. Oyi, Ha o'g'lim. balki suhbatinglar tugagandir. Ha, tugadi. Xafa bo'lmaysan qizim. Uyimni erkagi shu. Qizim. Yana kelgan. O'g'limning gaplaridan xafa bo'lmagan, xo'pmi? Qap. Sovchilik masalasiga kelsak, kattalar hal qilishadi. Ammalar, buvilar degandek. Ha. Qani, kelinglar. Xush kelibsizlar. Bizni mo'jazgina uyimiz shu. Shinamgina ekan. Ochig'i men nima deyishni ham bilmayman. Chunki bunday vaziyatga birinchi marotaba tushyapmiz. Men farzandlaringizdan uzr so'ramoqchiman. Sizlar aslida murg'aksizlar hali. Lekin erta katta bo'lishga majbur bo'ldingiz. Muhammad Ali, meni dada deyishga majburmassan. Lekin seni xuddi o'z o'g'limdek tarbiyalashimga ruxsat ber. Dada, men ukamga uy vazifalarni qilishga yordam bering. Agar oyim ruxsat bersalar. Albatta qizim. Albatta. Ukangga yordam berasan-da. Bu xona bizni xonamiz. Bu esa Shahzodaniki. Ukam men bilan yotsa maylimi? Yo'q, mumkin emas. Chunki sizlar katta bo'lib qolgansizlar. O'g'il bolalar va qiz bolalar alohida yotishadi. Mana bu xona Muhammad Aliniki. Hamma charchadi. Endi kirib uxlaymiz. Oyi, Labbay bolam. siz men bilan uxlang. Albatta bolam.
og'ritdilar, yuragimni yedilar ona. Dunyosining bag'rin o'yib, onajon sizni topsaydim, tizzangizga boshim qo'yib, to'yib yig'lasaydim. Men o'lsam dadamni qabriga qo'ying. Dadamni sog'indim, quchoqlab yotay. Dunyoda to'ymadim diydorlarga. O dunyo qo'lidan mahkamroq tutay. Uyda ba'zi narsalar kam qolibdi. Bozorlik qilib berasizmi? Mana shu odatingiz zo'r ekan. Tugaganda emas, kam qolganda aytishingiz. Keling, bugun bozorlikni Muhammad Ali qilsa. Qanday bo'larkin? Zo'r bo'ladi. Nima kerakligini aytasiz? Birga chiqsam bo'ladimi? Yo'q. O'zi chiqib olib keladi. Mana bu pul. Mahallani boshida bozorcha bor. Olib kelasan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Qorningiz ochmadimi? Biron nima bo'lsa yerdim. Oyijon, Ha, qizim. men pishirib beray. Mayli ko'ya, lekin Shunaqasi. nima o'qiyapsiz? Alloh sari 20 bekat. Bu kitobda Allohga nisbatan muomalamiz qanday bo'lishi kerakligini bilib olmoqchi ekanmiz. Quyidagi savollarga javob topishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Mana Muhammad Ali. Tuxumi butuni yo'qmidi? bor. Qoyil Muhammad Ali. Rosa sersuyak go'sht olib kelibsan. O'zi bugun bir maza qilib sho'rva ichkimchisi kelgandi. Non ham rosa sho'rvaga qo'shib yeydigan bo'pti-a? Puling yetdimi ish qilib? Ha, ortib ham qoldi. Mana. Barakalla. Ayasi? Muhammad Ali rosa ham barakali yigit ekan, ha? Keyingi safar men bozorga borganda albatta seni olib olaman, xo'pmi? Xo'p. Chunki baraka bor ekanda senda. Daran. Ovqat tayyor. Voy, Shahrizoda, dadasi, qarang, zo'r pishiribdi. Qani boshlang. Qornim tatalab ketdi. Shahrizoda, barakalla. Zo'r pishiribsan. Men senday paytimda bunaqa pishira olmasdim. Endi ovqat tayyorlasak, birga tayyorlaymiz. O'rgatasan, xo'pmi? Qani, kela qol. Qani, oldik. Baxtliman